Yuzi qaranglar, voy dahshat. Mana yuz mana. Farforovoy bo'ldi prям yuz. Zo'r narsa ko'rsataman sizlarga, yuzimni yuvib oldim. Mana top-toza bo'ldi. Mana hech narsa yo'q. Endi enzimni yana ham zo'r ishlatish yo'lini o'rgataman sizlarga. Hamma ayollarda uyida endi erkaklar bor, ya'ni britva qilishadi, soqol olishadi. Demak, bizga nima kerak bo'ladi? Mana shu narsa. Mana. Ya'ni penka la britiya kerak bo'ladi, chunki bilasizlarmi, erkaklar soqol olish uchun mana shu sochlarini yumshatishadi, ya'ni yuz terisini yumshatadi bu narsa. Soqol olishi yengilroq o'tishi uchun, teri kesilib ketmasligi uchun va uvlajnение beradi yuzga. Mana shu muzga enzim, любой enzim, endi men любой deya olmayman, yaxshi enzim. Mana enzim sepdim, o'rtoqlar. Yaxshilab aralashtiraman. Mana. Ko'ryapsizlarmi? Yaxshilab enzim prям qo'lingizda seziladi eriyotgani. Erigandan keyin mana. Ko'ryapsizlarmi? Prям yaxshilab ishqalaymiz. Yaxshilab artamiz. Demak, o'rtoqlar, yana yaltiroqdi yuzi, qaranglar. Voy. Shikarni prям ko'ryapsizlarmi? Hech qanaqa yolg'on, hech qanaqa aldov yo'q, bilasizlar, har doim sizlarga eng zo'r narsalarni o'rgatkim keladi. Chunki o'zim qiziqaman bu narsaga. Mayli, mendan narsa sotib olmanglar. Xohlagan kosmetologdan borib olinglar, xohlagan. Lekin yuz teringlarni yaxshi biladigan kosmetologga boringlar. Bu juda ham muhim. Chunki kimgadir shu enzim ham tushmasligi mumkin.